Hozirda Gorgas Safiya domning orqasida turibman. Mana shu yerdan 7 etajli domning 2-etajida puliga arziydigan zo'r kvartira sotuvga chiqmoqda. 7 etajli domning 2-etajida joylashgan proyekt bilan tanishtirishni boshlayman. Asosiy kirib chiqish eshigi o'ng qismida mana bunday prixoja mebellar qilib qo'yganlar. Haqiqatan ham puliga arziydi. Xo'p, bu uyning oshxonasi, uyning birinchi xonasi, to'g'rida ikkinchi xonasi, sanuzel xonasi. 65 metr kvadratdan iborat, plus minusni hisobga olganda eshiklari ham yaxshi. Ayollarni orzusidagi oshxona. Tepalari natijali patolog gipsokartonlar bilan ishlov berilgan. Mebellariga bitta baho beramiz 10 ballik sistemada. Qani qadrdonlarim, kommentariyani yondiring. Bu esa LG firmasidan kir yuvish mashinasi, LG firmasidan muzlatgichlar. Ayollarni orzusidagi oshxona. Xo'p, ikkinchi etajda joylashgan. Yosh kattalar uchun ham juda qulay. Uyning yotoqxona qismi. Mana bunday chiroyli dekoratsiyalar qilib qo'yganlar. Lokatsiyaga gap so'z bo'lish mumkin emas. Uyning mehmonlar uchun zal xonasi. Pachka holatida, xudo xohlasa, o'zingiz kelib ochasiz. Mana shunday kvartira niyat qilib yurayotgan do'stlaringizga jo'natib qo'ying videoni. Ushbu kvartiramizga $56,900 so'rashmoqda. Yuraklarga qo'l cho'zsangiz yana kelishadigan joy bor. Kimga qiziq bo'lsa, pastda telefon nomer qoldiraman. Aloqaga chiqib kelaverasiz.